Hayotda go'zal gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, do'stlar, bugungi sayohatimiz dengiz manzarasi hududiga bo'ladi, Latviya Rigadagi. Va biz manzilga yetib keldik va men kanalga kuzatishda davom eting. Time is ticking so slowly, like I'm trapped in this hourglass, caught in the past. No regrets here, but every move that I make makes me feel like I'm on blast. Think that you can never show me, you don't even really know me. Never paid attention to the slightest thing I need. Now the doors are way past closing, and my path already chosen. I'm so numb that I can't breathe. I'm living lifeless. Just snap me out of this. Just snap me out of this. I'm living lifeless. Just snap me out of this. Just snap me out of this. Mangalsala Rigada dengiz porti joylashgan hudud. Nega bu joy mashhur? Uzun beton yo'lak va oxirida joylashgan mayoq. Va bu joy juda sokin, odam kam bo'ladi. Tabiatni yaxshi ko'radigan inson uchun ideal joy. Yon atrofda bolalar o'ynashi va odamlar sayrga chiqqanini ko'rishingiz mumkin va bu joyda Sovet davridan qolib ketgan beton toshlar juda ko'p. Bu lokatsiya baliqchilar uchun eng mashhur lokatsiya, lekin shu kuni bitta ham baliqchi ko'rmadim. Albatta, Latviya Riga shahriga kelsangiz, mana shu manzaraga tashrif buyurishingizni tavsiya etaman. Va keyingi video qayerda bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring.